Daryo oldiga qarab oqadi. Oldi taraflar uning manzilgohi. Daryo yana e'tiqod, madaniyat, mas'uliyat, orzuni billa elib oqadi. Qumliqda eqiyotgan daryoning qini tuz bo'ladi. Shunga shiddatlik eqin hosil qilinmaydi. U rivoyatlardagi putsiz qushning izchil oldi qarab ushqiniga, navada to'xtabli qolsa oxirgi nuqtaga kelib qoldig'iga o'xshaydi. Har yili 5-oyda Qaraqosh daryosining bo'yidagi jigdilar chechaklaydi. Qaraqosh daryosi Xotan daryosining tarmoq yaqini bo'lib, qora qosh tishi chiqadiganligi bilan taniq. Daryo bo'yida cho'ng bo'lgan Risolat Jumaning chechi va qishi kichigida tushirib etiladi. U hozirgi 1 metr uzunlikdagi chechimni 8 yoshdan keyin o'stirgan deydi. Oyun bek yaxshi oldu. Uyg'urlarning an'anasi davomlashib o'tib, yaxshi bir yetaklash oldu. Buningdagi ta'siriyatim bek yaxshi ayollarning haqiqatan uzun chechi bo'lsa, bek go'zal bo'lganligini his qildim. Ba'zilar Uyg'ur qizlarining nechital o'rimi chechi bo'lsa, shuncha yoshga kirganligini bildirdi deydi. Xalq orasidagi rivoyatlarda Uyg'ur qizlarining chechi sirliq chumparda otib olganda ko'rindi deyildi. Ilgari jigdi daraxti jiqog'ach ashyadan ko'laytib uzunmiz. Hozir unda daraxt bo'lmag'achqa bozordan setib olamiz. Chosh o'rishda ishlatiladigan bundaq yelim texam sirliq. Yelim choshning uchigacha surtiladi. Qaraqosh noyasi Quya yezisidagi bir kichik o'yilda 26 yoshli Risolat Juma chechiga jigdi yelim surtib, opasining yordamida uzun chechini o'rib otadi. Do'konni ochdingizmi? Ochdim. Do'konning savdosi qanday? Yaxshi, yomon emas. Yelim surtgan chosh qetib paqiraydi. O'rilgan uzun choshqa 10 necha kungacha tog'aq sammusimi hech nima bo'lmaydi. Bu zamondagi kishilar narsalarni o'z joyida ishlatishni biladi. Ular turmushni o'zgartiradigan ashu ajoyib narsalarni izlaydi. Yigirma 6 yoshli Risolat eri bilan ajrashib ketgandan keyin 2 yoshga kirib qolgan qizining holidan o'zi yolg'iz xabar olmoqda. Risolat Juma nikohda o'ngsizlik uchragandan keyin mustaqil, qaysar ayol bo'lish niyatiga keldi. U kasbiy texnika maktabiga berib, tort yasashni o'rganib oldi. Pravmi oldi. Bugungi kunda u o'zining bu tortxonasini ochib, tirikchilik qilishga boshladi. Mening ajrashishim shu hayotimga shu azroq o'zgarishlarga keldi. Men bu to'y qilishning oldida kasb o'rganganman. Kasb o'rgandim hozir. Shu kasbimni bak suyma. Endi yaxshi bir jub bo'lsa to'y qilma, bo'lmasa to'y qilmay kasbimni texnik rivojlantirib, jamiyatga, shu jamiyatdagi ishsiz qolgan bolalarga yaxshi yo'naltib, yaxshi bir to'p qo'shsam deb o'yladim. Adaşlarım bek heves qildi. Odatda yog'liqimni olib chechimni cho'p boshqadan bir tursam adaşlarım bek chiroyli chechib bizning shunda bo'lgan bo'lsa deb. Risolat Juma do'stlaridan yaqinda Nahiyda o'rimchash musobaqasi o'tkazilganligini angladi. U musobaqaga qatnashib, o'zini sinab boqmoqchi bo'ldi. Ammo opasi qattiq qarashtirdi. Qizining jamoatning oldida o'tirib chiqishini u xohlamaydi. Risolat har kuni tortxondan uyiga qaytib kelibla opasiga idiviy xizmat ishladi. Muyşen 第4届
长辫子暨手剑女子美食大赛正式开始。Qaraqash nahiya bozoridagi maydonda Risolat Jumaga o'xshash uzun o'rim chachli ayollar atlas ko'ylak kiyib, yilda bir o'tkazilgan chosh o'rish musobaqasi qatnashdi. Uyg'ur qizlarining go'zal ruxsari ko'rinib, yorishimliq sochlari shamolda do'lqilladi. An'anaviy qarashning cheklamasi bilan zamonaviy turmushdagi erkinlik hamisha ularga hamroh bo'ladi. Halbuki uzun o'rimchosh dal ularning o'zini ko'rsatadigan payti bo'lishi mumkin. Chachimning uzun bo'lishi turmushimga nurg'un yaxshi ko'rsatmalar keldi. Masalan, ayollarningki uzun chachli musobaqasida qatnashib, buningda mukofot oldim. Men shuning bilan birga shu kasbimni shuningga bir tunildirishga bir yaxshi foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Bugun Risolat Jumaning qizi 2 yoshga kirdi. U qiziga tug'ilgan kun torti yasadi. Yana kartaga rasm chizdi. Ben şu anamın burun uzundu çeçe hazır, yaş çoğun ayğan sır, çeçe çıkıp gitip başında kalkıp kaldım ama benim çeçem uzun Allah halası benim balam bolsa çeşne uzun koydum. Öz küçüge tayınıp turmuş geçirdiğin ayal xuddi bir tüp jigdi daraxiga o'xshaydi. Muhit qancha japolik bo'lsin o'saverdi, chechaklab xushpuroq chachidi. Turmush japolik. Ba'zida o'ngsizlikqa uchrab tursimi, yanada shuningdan shodlik topalaydi. Bu xuddi tatliq tamga qum hidi aralashib qolganning qarayati chog'liq bo'lgandekli ish. Oyatliq xuddi daryoning tog'dan eqib tushib, mangu kayniga yonmag'iga o'xshash boshdan oxir oldi qarab davomlashadi. Keriya daryosi shimolda qurib teg'idan boshlanib, agir-bugiri daryo qinini bo'ylab shiddat bilan eqib, Taklimakan qumliqining markazidagi daryo bo'yida g'oyib bo'ladi. Shunga daryo bo'yidagi ekologik bo'stonliq daryoni asos qilib shakllanadi. Bu daryo Keriya noyisidagi 230 ming aholini suv bilan ta'minlash bilan billa yana o'zgacha Keriya madaniyati va urf-odatini barliq keltirdi. Kerenaylik Naqshi usul o'migining usul zalida Juban to'yi nomli klassik teatr repetitsiya qilinmoqda. Amdili tug'ut damilishi to'shqan go'zal ay bir chetda o'ltirib repetitsiyani ko'rmoqda. U farzandlik bo'lishidan ilgari bu usul o'migining usul yetakchisi bo'lib, bu qizlarning ichidagi eng dangli usulchi edi. 我叫郭在丽阿姨，就是意思嘛，漂亮月亮的意思。 就那个圆圆的月亮就是最漂亮，不是吗？一上舞台的时候就感觉不一样，啥都不想，就笑着出来，特别开心。全的舞蹈就是我们雨天的那个主玩的，头上就是小的小花帽，就是专门我们雨天姑娘戴的那个。 这个舞蹈的意思就是雨天的姑娘结婚了以后，如果她能相信自己跟老公一起过的生活好好的，永远在一起的话，她的老公还有她的婆婆、她自己的妈妈，给她做的最后一个婚礼。 Juvan to'yi nikohni texmi mustahkamlash uchun o'tkazilgan marosim. Juvan to'yi Keriyaning xos urf-odati.
maxsus to'y qilib balaliq bo'lgan ayollar uchun o'tkaziladigan marosim. Shundaqla erining ayoliga bo'lgan eng tantanlik madhiyasi hisoblanadi. Qilish yoki yo'qolib ketish girdobga berib qoldi. Endi men shuni o'ylab, ishkanlarni aytib chiroyli inoq ijil o'tayotsizlar. Shunga o'zimning hayot vaqtida sizlarga juvon to'yingni qilib, men sizlardan bir suyunsam degan maqsad bilan bu ishni qildik. Er-xotin uchun ikkinchi qitim to'y marosimi o'tkazib berish ularning umr bo'yi baxtlik o'tadiganligidan darak beradi. Yana necha kundan keyin eri go'zal ayga juvon to'yi o'tkazib berdi. Chiroyli qilib qizalar.哎呀，我也像他一样，一跳起来就是，哎呀，特别激动。他跳得特别好，特别好。他的全部身上就是一个字儿，舞蹈，全是舞蹈。哎呀，跳也是舞蹈，笑也是舞蹈。他生过孩子了，还4岁了，都瘦瘦的。你看我生孩子胖了一点，但是想还是瘦好一点。Güzelay tug'utida 20 kilogram samirib ketdi. U o'riqlab usul yetakchisi xizmatini asli keltirishni umid qiladi. 左边是粗的，右边就是胖的呀。Güzel ayning eri ilgari Xinjiang Naqshi usul o'mikining usul artisi edi. Dadisi qazo qilgandan keyin u opasining holidan xabar olish uchun Urumchidan Keriya nohilik san'at o'mikiga qaytib xizmatga tushdi. Yaşa. Burun tutulursan az bir vakit gidip ömrümün yaxşı. Güzel olsun. Aç ömrümden ne? Güzel ay. Anca. 就是工作上他最支持我，家里呢有些事情帮忙我，反正特别惊喜我。好了，mandak çöküyorsun. Oldu mu? Мама, баба是小时候2月时候他们离婚了，他们给我奶奶的家，我自己的妈妈叫姐姐，奶奶的叫妈妈，这样子。就跟他一起跳，就是2个人跳的就是最好的，他跳的比我好。我现在跟阿地丽江结婚刚1年多了嘛，如果还有50年以后跟他过一辈子好好的，还我们2个在一起的话，我的儿子们呀，我的孩子们呀，希望给我们做个那个结婚仪式，特别希望那时候就是头发都白白的，老头老太太了，还能跟他在一起，觉得就是特别幸福。Juan toyunu qilg'ili 2-3 kun qoldi. Qanday jihati tayyorlik qilamiz, qanday usulda o'tkazamiz, nima ketdi desangiz, biz shu jihat tayyorlik qilsak. Ma'qul bo'lam. Asli ayolini juvon qilish 30 yoshdan oshganda beriladi. Endi bu juvon to'yninki yana bir otilishi balam bilib qolinglar. Chachvoq to'y deb ataymiz. Chachvoq to'y? Chachvoq to'y deb atiladi. Men anlamabdim ekan. Endi bu juvon to'y bora zaman taraqqiy qilib, shu darajaga yetgan vaqtida yoshlarimiz buni unutdi. Burunqi konular tugab ketdi. Shuning bilan bu juvon to'y bizning an'anaviy Uyg'ur xalqining milliy odati tugab
Bugun bu talpaklar bozorga opirib setilmaydi. Balki Güzel Ayning juvon to'yiga tayyorlik qilish uchun elib kelingan. Rahmat hem sizga. Bir azroq pulim bor. Qipdan abdan yaxshi talpakni. Qiynapsi talpaklarni tayyorladi. Hamda sirqqa chiqib, Güzel Ayning juvon to'yida ishlatiladigan boshqa narsalarni setib olmoqchi. Yaraştımı? Yarashdi. Devamlı çoğuluyor. Saharda Keriya Koni shahrida tunji to'ndirnon pishdi. Birinchi yog'och ishik echildi. Qaynoq turmush odatdagidek boshlandi. Shu kuni Güzel Ayning to'yidan keyingi yana bir muhim kun. U uydagilari do'stlari bilan katta yig'ilish o'tkazib, juvonga va onaga aylanib qizchaqlik davri bilan xo'shlashadi. Tabrikligili kelgan ayol tuqqanlari bir yerga jam bo'lib, Güzel Ayning chechini tarab, Güzel Ayga kirim qilib, o'sma qo'yib yasandirdi. Mang'ay va cheki chochlarini chosh o'rimizning ichiga kirgizib, halqa va zinnat buyumlarini taqab qo'ydi. Güzel Ay juvon to'yidan keyin haqiqiy Uyg'ur ayoliga aylanadi. Bu uning mustaqil oila boshqarish iqtidorini hozirlaganligini, haqiqiy pishib yetilganligini bildiradi. Bek mi yaraştı bu telpek bile yağlık. Mübarek olsun. Burunmu minin abdan kellimdiniz. Hazır mini şunda abdan kelim bulap. Mübarek olsun. Kızımızın juvan tüyü oldu. Hem eğlenini kışırıptık. Çaylık katlaşıp beğen Allah. Köptün köp rahmet. Bugün anda olsa bir kız deyip Nəğmin hava başlamamdımız ha?主完那个婚礼的女人就是我，我是最幸福的一个女人，希望我就跟老公过好一辈子。 Güzel Ay usul zalda Juvan to'yi nomli usulni o'ynab bo'ldi. Bu uning kishilik turmush sahnasidagi eng muhim asar. 我准备北京去国际升旗看一下，我们高兴的现在。我的妹妹娘子是2060年的中高初，她总分是600分，她得了503分，她上那个杭州SPAN附中高级中学上学，现在她北京交通大学，老二750分，她得了643.5，广东张门高级中学上学。 老三在750分，他得了608分。他现在北京SPAN大学亮相中学上学。
Aba Bakri Xotan viloyati Niya nahiyasi Niya bozoridagi dehqon. Uning 3 o'g'li bor bo'lib, hammasi a'lo natijalar bilan Ishkirdagi Shinjang to'liq o'tir sinifiga o'tdi. Cho'ng o'g'li Mehmet Niyaz Beijing universitetida o'qib, 2014-yili maktab bitkizdi. Shu yili u dadasini Beijingga olib, Tiananmen maydonida davlat bayrog'ini chiqarish marosimini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Bu dadasining orzusi edi. Cho'ng o'g'lining o'qituvchisi, yana Hangzhou pedagogika universiteti qarashli to'liq o'tir maktabining o'qituvchisi Lu Aishangning yordamida Aba Bakri oilasidagilar Beijingga berib, orzusini ishga oshirish safariga otlandi. 我觉得那年你还普通话还说的不是很好。那么明天呢是这样，就是我们非常辛苦一下，我们想先去看那个天安门广场的那个国旗的升起，这也是我们那个当时在10年的时候，麦丁雅子跟我封信我还留着呢，那个书里面讲的，所以特别高兴，因为这实际上也是，不仅仅是你们的梦想，实际上，我也特别感动，所以也是我自己的一个梦想。 Arzu Beijing bilan Xinjiangni, Lu Aishang muallim bilan Aba Bakri oilasini bir-biriga ching bog'ladi. Ikki 2015-yili 3-oyda bir oila kishilari yangi bino uyga ko'chib kirdi. Mehmet Niyaz ma'murlik imtihoniga yana bir qitim tayyorlik qildi. Ta'til yetib keldi. Aba Bakri 3 o'g'il bilan oilasining yangi plani ustida kengashdi. O'rilgan har bir buzg'unning o'ziga yarasha kuchi bo'ladi. Har bir orzu go'yo chochirab turgan buzg'unlarga o'xshash oldiga intilganligi bilan kuchga to'lgan bo'ladi.